kattakon rahmat avvalo G'ofur aka sizga. Shunday bayram qilib yig'dingiz bizlarni, hammamizni qo'shyapsiz. Bitta oila qilib tug'diryapsiz bizlarni. Hamma shu buyuk insonni eslab, hammamiz yig'ilganimizga kattakon shukr, rahmat. Rahmat sizlarga, hammanglar qo'shilib kelganinglarga. Bizlarni G'ofur aka bilan birgalashib necha yildan beri birga ishlaymiz, bilan rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'p yil birgalashib yana o'tiraylik, har xil bayramlar o'tkazaylik. Biz O'zbek communitydan nomidan aytmoqchimanki, hali ko'p bayram qilaylik, ko'rishaylik, birga o'tiraylik. Xo'pmi? 10-da yana aytmoqchimanki, 10-iyunda o'zimizni Batır Shepherd Parkda yig'yapmiz soat 12dan 6gacha oilalarni, potluck, hamma kelinglar, bolalar bilan kelinglar, chunki o'sha yerda ayollar keladi, bolalar bilan o'ynashadi, rasm qilishadi, chizishadi, har xil ishlar qilishadi. Bayram bo'ladi kattagina. O'shanga qo'shilaylik, birgalashib o'tiraylik. Havo yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa maza qilib o'tiramiz. Kelinglar, qo'shilinglar. Mana hozir endi Valixonga so'z bersak bo'ladi. Mana bitta ayolimiz, ular ham bizning Bashkir community xo'jayinlari, keling, iltimos.